Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanday qilib biz yangi trend 2025-trend bo'lgan ajoyib rasm oladigan yangi narsani montajini ko'rib o'tamiz. Bizda Splunky OC Faces Battle, Splunky Battle hisoblanadi. Telegram kanalimizda reklama qilib o'tmoqchiman do'stlar. Bu Telegram kanalda sizlar har xil qiziqarli materiallarni, qiziqarli video nishalarni topishingiz mumkin va har xil ma'lumotlarni ham topib olsanglar bo'ladi. Juda ham foydali bo'ladi deb ayta olaman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa biz videomizni boshlaylik. Biz birinchi videomizni ko'rib olishimiz kerak. Qanaqa bo'layapti? Tushunib olishimiz uchun. Mana oddiygina videolar ikki chekada turibdi va o'rtada original video turibdi. Bitta video orqali bitta 4 minut 5 minutlik video ko'rsanglar bo'ladi. Bizda Fine Non degan bitta kanal bor. Qidirsanglar chiqadi. Bo'ldi, mana chiqadi. Endi buni biz shorts bo'limiga o'tib olamiz. Shorts bo'limiga o'tamiz va bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Har xil Splunky Battle'lar chiqadi do'stlar. Biz video tayyorlab olishimiz uchun bizga 4 xil rasm kerak bo'ladi. Birinchi bularda videosini sketch qilib olishimiz kerak. Yangi Chrome'ni oyna ochilsa, video downloader desalar kelib chiqadi. Save from net deb nomlangan. Men hozir barcha videolarni sketch qilib olaman va ungacha videomizni pauza qilib turaman do'stlar. Xo'p, biz mobil dasturga kirib olamiz va videolarimizni qizil joyga tashlaymiz. 916 parametr qilib olamiz. Masalan, shu joyi eng ideal holatda deb hisoblanadi va buni biz screenshot qilib olamiz xohlasanglar. CapCut'dan xohlasanglar Canva yoki mobil dasturdan qilsanglar bo'ladi. 8 ta video kerak bo'ladi. Hozir men shunchaki dastur qilayotganim uchun nima deydi? Dastur qilayotganim uchun 3 ta tezroq qilishimiz uchun qilib ko'rsatib beraman sizlar uchun. Bo'ldi. Chiqib turamiz. Biz endi Canva dasturiga, Google Chrome'dan Canva dastur nima deydi? Programmasiga kirib olamiz va undan ro'yxatdan o'tib yangi dizayn qilishni yo'qda. Bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Biz kirib oldik. Endi kirib olganimizdan keyin biz mana plusga bosib olamiz. Plusga bosganimizdan keyin bu yoqda mana bu yerga ketamiz. Mana. Bu shuni tanlaymiz. 916 deb qidirsanglar, boshi short formatda kelib chiqadigan videolar tanlab olasizlar. Mana bu yangi oyna ochiladi. Sizlar загрузка bo'lgandan keyin biz uni загрузки bo'limiga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, mishka orqali ko'rinib turibdi. Sizlarga stiker yordamida ham chiqarib berishga tayyorman. Keyin biz mana bu yerda oyna ochilgandan so'ng biz загрузить faylni ezamiz. Загрузить fayl. Biz screenshot qilgan rasmimizni tashlab olamiz bu yerga. Bu yerda rasmlarimiz tushadi. Keyin biz tushgan rasmlarimizdan Elementy bo'limiga o'tib olamiz. Elementy bo'limidan figurin tanlaymiz va bu yerdan eng birinchi chiqqan mana bu uzun qora chiziqni tanlab qo'yamiz. Bu yerdan keyin biz mana bu tepada mishka ko'rinib turibdi. Stil striha degan chiziqlarni ustiga bosamiz va buni biz 10 ga chiqaramiz. Yangini o'zgartirmaysizlar. Endi bu chiziqni boshidan oxirigacha tortib qo'yasizlar. Ctrl C va Ctrl V tugmalari yordamida kopiyalab Ctrl C, kopiyalab Ctrl V staving. Va mana bu gorizontal liniyadan vertikalniga chizib olasizlar va shunda mana bu narsasini to'rtburchak plus narsasini ustiga mishkalar olib kelasizlar va bossanglar mana chiziqlar paydo bo'ladi. Chiziqlarni eng o'rtasiga qo'yasizlar, ustiga bosib tepaga olib chiqasizlar. Va pastda dumalog'ini chizig'ini ham shunday qilasizlar. Bizlar ham ketaverdik. Загрузка bo'limiga qaytamiz. Mana bu 6-7 da masalan olib o'tamiz bu yoqqa. Va ustiga bosamiz. 6-7 da mishkamizning o'ng tarafiga bosamiz. Yoki telefonni bo'lsanglar, mana bu sloy bo'limiga o'tkazasiz. Sloy bo'limidan zadniy planga o'tasan. Orqaga o'tdi. Keyin mana to'rtburchak kallasini qilasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham sloy bo'limidan zadniy planga olib o'tasizlar. Buni tashlaysizlar, rasmlaringizni tashlab olasizlar. Mana bu ham orqa fonga o'tdi. Endi biz oddiygina bittasini ko'plab turamiz. Sloy na zadniy plan. Mana ko'rishingiz mumkin. Tayyor. Buni endi skachat qilib olamiz. Skachat. Bizning videomiz загрузка bo'ldi mana. Videomiz rasmimiz загрузка bo'lib oldi. PDF. Yo'q. Biz поделиться bo'limidan, skachat bo'limidan mana bu standartniy PDF faylini JPG fayl qilib qo'yamiz va skachat bo'limini bosamiz yana bir marta. Mana bizning JPG faylimiz tushdi. Endi hop rasmlarimizni o'rnini almashtirib olamiz. Sizlar 8 ta olishinglar kerak bo'ladi. 8 ta bilan ko'proq shu ikkita tomonga bemalol videolar chiqarib olsanglar bo'ladi. JPG fayl va skachat. Sketchimiz hamma olgan rasmlarimizni, elementlarimizni Canva, Movavi yoki CapCut dasturlariga tashlab olamiz. Don't change. Mana bu 16 ga 9 yozmaydi, tanlaysizlar. Positionni belgilaysizlar va mana buni eng chekkasiga olib borib qo'yasizlar. Mana. Endi buni cho'zasizlar uzoqroqqa. Endi buni mana bu ya'ni pip nima deydi, naложение qo'shasizlar va ikkinchi rasmlarni tashlaysizlar. Buni ham bir xil uzunlikda qilib, position bo'limiga o'tib, buni belgilab qo'yasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Va bu yoqdan boshlanadi. Bitta videoni tanlaysizlar. Yana video emas, bu emas, 6-7 ekan. 6-7 qo'shasizlar, positionga o'tib, buni kattalashtirib qo'yasizlar. Bu o'ta katta bo'lib ketdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Endi bosdik. 6-7 turibdi. Buni ham sal kattalashtiramiz, yetadi. Mana. Ko'ryapsizlarmi?
Ozgina ramkaga o'xshatib qo'ysalar ham bo'ladi. Orasini ochib, yirib tashlaymiz. Positionni kattalashtirib qo'yamiz. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ramkali bo'ldi. Ramkaga o'xshatib qo'yib qo'ysalar, ketaveradi shunaqa. Ozgina kattalashtiramiz. Ana do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Juda hamma joyi video tayyor bo'ldi. Shu yerdan bitta screenshot olasizlar, eng yaxshi chiqqan joydan va YouTube'ga preview shaklida joylaysizlar. Xullas, bugungi videom shundan iborat edi. Do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga bo'lishib boramiz. Juda ham sizlarga qiziq bo'lgan. Hattoki kurslarimiz ham mavjud, privat kanallarimiz ham mavjud. Qo'shilib, kam bo'lmaysizlar do'stlar.